pH ko'rsatkichi qayerdan kelib chiqqan va u qanday topiladi, shu mavzudagi video dars. Bilamiz, suv noelektrolit modda hisoblanadi. Bu degani suvning 100% birorta ham molekulasi dissotsiyalanmaydi degani emas. Suvning juda kam miqdordagi molekulalari dissotsiyalangan holatda bo'ladi. Agar biz 1 litr suv oladigan bo'lsak idishga, uning harorati 0 gradus Celsius, ya'ni normal sharoit bo'lsa, unda dissotsiyalangan, ya'ni suv molekulalari dissotsiyalanib vodorod kationi va gidroksid anionni hosil qilishidan hosil bo'lgan ionlarning konsentratsiyalari mavjud. Juda kichik sonda bo'lsa-da, ularning konsentratsiyalari mavjud. 1 ko'paytirilgan 10⁻⁷ molyar. Bu degani 1 litr eritmaning ichida 1 ko'paytirilgan 10⁻⁷ mol vodorod kationi va reaksiyadan teng mol nisbatda hosil bo'lgani uchun xuddi o'shancha miqdorda gidroksid kationlari hosil bo'ladi. Hosil bo'lgan gidroksid va OH ionlarining umumiy miqdori suvda o'zgarmas deb hisoblanadi. Shu sababli ularning ion ko'paytmasi, ya'ni suvning ion ko'paytmasi degan tushuncha bor. Konstanta, ya'ni bularning ion ko'paytmasi o'zgarmas bir songa teng. Agar biz eritmaga yoki suvga biror bir moddani eritsak va o'sha erigan modda eritmadagi yoki suvdagi vodorod va OH ionlarining miqdorlarini o'zgartiruvchi modda bo'lsa, mana bu ion ko'paytmasini hech qanday o'zgartirishga harakat qilmaydi. Vodorod ionlari eritmada ko'paygan holda OH ionlari kamayadi va umumiy ko'paytmaning miqdori o'zgarmaslikka sabab bo'ladi. Kislota qo'shsak, vodorod, ya'ni H+ ionlari ortib, OH ionlari kamayadi. Shuning hisobiga ularning konsentratsiyalari ko'paytmasi 1 ko'paytirilgan 10⁻⁴ ligicha qoladi. Bu suvning ion ko'paytmasi deyiladi. Bu ion ko'paytmani faqatgina harorat o'zgartira oladi. Agar biz eritma tarkibidagi vodorod yoki OH ionlarining minus logaritmlarini topsak, bu H+ ionlarning konsentratsiyasi, bu yerga OH ionlarning konsentratsiyasi 1 ko'paytirilgan 10⁻⁷. Shunda 14 chiqadi. Ya'ni bularni 1 ko'paytirilgan 10⁻⁷, ya'ni H+ ionlarning konsentratsiyasi
minus logaritm topilganda 7 chiqadi. OH ionlarining minus logaritmlari topilganda 7 chiqadi. Bularning yig'indisi esa 14. Agar H+ ning konsentratsiyasi yoki OH ning konsentratsiyasi o'zgarsa, umumiy ko'paytma 1 ko'paytirilgan 10⁻14 bo'lganligi uchun umumiy yig'indi o'zgarmas 14 chiqadi. Shu sababli biz masalalarni ishlayotganda pH va pOH larning yig'indisini o'zgarmas 14 deb ataymiz. Agar suvning ion ko'paytmasi son qiymati o'zgarsa, pH va pOH ko'rsatkichlarining umumiy yig'indisi ham o'zgaradi. pH va pOH teng